Asadbek ustozga savol berib ko'ramiz. Assalomu alaykum ustozim. Bugun oila kuni munosabati bilan kirib o'qituvchilarni bir savol javob qilmaymizmi? Va alaykum assalom. Dilnura, to'g'ri aytasan. Bu g'oya uchun senga rahmat. G'oya sandan, savolda esa mendan. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Bugun oila kuni bilan tabriklayman. Sizga savolim bor edi. Sizni oilangizda kino qilib olishganda, uning nomi nima bilan nomlanadi? Oilam nima? Ixtirochilar oilasi desam bo'ladi. Nechun ixtirochilar oilasi? Chunki katta farzandim ham, kichik farzandim ham, erim ham har doim bir nimalarga yaratib yurishadi. Qiziqishadi o'sha narsalarni bir ixtiro qilgan yaxshi ko'rishadi. O'shaning uchun ixtirochilar oilasi deb qo'ydim. Demak, nomi o'sha oiladan kelib chiqqan, bir-biriga mos ekan. Qizim ham shu qatorda har doim bir yangi. Agar kinofilm olinganda, meni hayotim umr davomida shu kungacha bo'lgan holat yashab o'tganlarim hammasini hisobga olsak, sabrning tagi oltin deb nomlagan bo'lardim. Sababi hayot tarzi hech qachon bir tekisdan iborat emas. Ba'zan yoshlikda o'sha bu muammo, qiyinchilik o'tib ketmaydi deysiz, lekin aslida sabr qilib, yo'lini topib, unga harakat qilasiz va oxirida esa o'sha oltin qasrga ega bo'lasiz. Agar menga shu savolni berganda men aytardimki, kinoni nomini Baxtli oila deb qo'ygan bo'lardim. Sababi nimaga? Chunki farzandlarimiz ham bizdan namuna olishadi. Assalomu alaykum. Men o'zimning oilamga Baxtli oila deb nom bergan bo'lardim, chunki bizning oilada xo'jayinim mana bir-birimizni juda ham yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz. Farzandlarimiz ham shu hurmatni, bir-birimizga bo'lgan muhabbatni ko'rib katta bo'lyapti. Xudo xohlasa, bolalarimiz ham tarbiyali va baxtli farzandlar bo'lib, kamol topishiga ishonaman. Rahmat. Qanaqadir nom qo'yish kerak bo'lsa, bizning oilani yozilayotgan kitob deb qo'ygan bo'lardim. Sababi, chunki har bitta sahifani o'zimiz yozyapmiz. Berish kerak bo'lsa, Qo'rg'on deb nomlagan bo'lardim. Chunki hammamiz o'sha oiladan panoh topamiz. Himoyachimiz ham shu oila bo'ladi, ishonchimiz ham, suyanchimiz ham shu oila bo'ladi. Shuning uchun shunaqa nomlagan bo'lardim. Rahmat. Haqida kino olinganda Baxtiyor oila deb qo'ygan bo'lardim. Buni asosiy sababi esa Allohga shukr, turmush qurganimizga 3 yil bo'lgan bo'lsa, hali hech qachon turmush o'rtog'im bilan Sanvanga bormaganmiz va Baxtiyor oilamiz deb ayta olaman. Agar menga oilam haqida kino olib, film olib, nima nom berasiz aytganda, men Yaratganning tuhfasi deb nom berardim. Chunki Allohimning eng buyuk tuhfalaridan biri bu menga yaxshi oilani bergani bo'lgan. Yaxshi oila, yaxshi turmush o'rtoq, inshaalloh farzandlarim ham. Agar hayotimda kino qilib olishganda, hayot so'qmoqlari deb nomlagan bo'lardim. Sababi, chunki hayot so'qmoqlardan iboratda, birda baland, birda past. Meni oilamni xursandlar, ili farqi yo'l oilasi deb hisoblasam bo'lardi. Chunki har doim hamma bilmadim, xush kayfiyat yuramiz, ko'p hazillashamiz. Urush janjal yoki tushunmovchilik, kelishmovchilik bo'lsa ham ko'proq hazilga burib, shu hazil bilan, kulgi bilan yengib o'tib ketamiz. Men agar oilam haqida film oladigan bo'lsa, men oilamning nomini Qayrajinovlar dinastiyasi deb nomlagan bo'lardim. Sababi adam hamisha aytadilar, Qayrajinovlar dinastiyasini kuchaytirishimiz uchun hech qachon familiyasini o'zgartirmaslik kerak deydi. O'shaning uchun kim bo'lsa ham taniganlar, qaysi Qayrajinovlar deb sirazu taniydigan bo'ladi deydi. O'shaning uchun men Qayrajinovlar dinastiyasi degan film yaratgan bo'lardim. Men bu kino nomini Serfarzand deb nom qo'ydim. Sababi 4ta qiz, 3ta o'g'il. O'shaning uchun Serfarzand nomini qo'ydim. Nomi Ziyolilar oilasi deb nom bergan bo'lardim. Sababi bizda oilamizda har doim ota-onamiz